yangilanishida, ya'ni 3.9 versiyasida qo'shiladigan barcha yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Yangi rejimimiz, yangi eventimiz, unda qo'shiladigan yangiliklar, Transformerlar filmi bilan bo'ladigan hamkorlik, Optimus Prime, Megatron Erangilda bo'ladi, tasavvur qilyapsizlarmi? Shu ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz va Honor Ultimate ruletkasini open case qilib omadimizni sinab ko'ramiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying, biz videoni boshlaymiz. Masalan, videomiz boshlandi. Videoni boshida mana tug'ilish orolini ko'rishimiz mumkin. 3.9 versiyamizda biz mana shunaqa tug'ilish oroli kutyapti ekan. 3.9 versiyamiz qanaqadir zamonaviy boksga bag'ishlangan rejimga o'xshayapti. Mana qanaqadir boks ringi, tepada qanaqadir boksyor turibdi, droplar turibdi va ichkari ham mana boks ringga moslab chiroyli qilib yasab qo'yilgan. Samolyotga chiqish effekti hozircha yasab bitirilmagan, menimcha keyingi beta versiyamizda yangilanishlarda qo'shsa kerak. Hozircha faqatgina bunaqa oddiy uchish yo'lini ko'ra olamiz. Keyingi yangiligimiz xaritamiz. Xaritamizda eventimiz mana ikkita joyimizda bor. Lipovka bilan Quarry'da bo'lar ekan. Hozir Lipovkaga tushib ko'ramiz qani eventimiz qanaqa bo'ladi. Eventimiz nomi mana Neon Tower deb nomlanar ekan va eventimiz o'rtasida mana PUBG Mobile personaji boksga o'xshab stoka qilyapti, mushlar uryapti. Tepada mana shu boksni maydoniga o'xshab reklamalar ham bor. Tyson bilan Saturnni rasmini qo'yib qo'ysa ham zo'r bo'lardi, prikolni. Hozir hype'da ular. Xullas mana shunaqangi event bizni 3.9 versiyamizda kutyapti. Eventga tushganimizdan keyin qorong'i rejim bo'lib qolar ekan, mana ko'rishimiz mumkin. Chiroyli, qiziqarli o'sha event bizni kutyapti ekan. Tepada mana Fight Club, ya'ni jang klubi deb yozib qo'yishgan. Shuningdek, yangi rejimimizda ryukzagimizda avtomatik bunaqa hoverboard bo'lib qolar ekan. Video davomida uni mana ham ko'rsatamiz. Xullas mana shunaqangi bahaybat event bizni kutyapti. Mana bu esa hoverboard, prosta o'sha ekranimizdagi knopkani ustiga bosib minamiz va uzog'imizni yaqin qila olamiz. Adashmasam shu 30 sekund davomida bizni uzog'imizni yaqin qila oladi. Tezligi ham normalniy. Eventda 13 chekkasi ham 13 chekkasiga kelgani juda ham zo'r. Katta ehtimol bilan hoverboardda lootga qo'shib qo'yish ham mumkin. Hozircha beta versiyada sirazi ryukzagimizda paydo bo'lyapti, keyinchalik olib tashlash ham mumkin. Keyingisi eventimizning asosiy looti bu joyga kelib, mana o'sha open tugmasini bossak, lootimiz ochilar ekan va eventimiz o'rtasida sherigimizni chaqira olamiz. Masalan, uzoqda sherigimiz bo'lsa yoki o'lib qolgan bo'lsa, rekol qilib bemalol sherigimizni o'sha eventning o'rtasiga chaqira olamiz. Hozirgi rejimlarimizga o'xshab. Shuningdek, o'sha ochganimizdan keyin eventimiz o'rtasida normalniy drop ham beradi. O'sha eventimiz xaritadagi ko'rinishi. Endi bu joy yangi emas, lekin yana noodatiy ovqat qo'shishar ekan. Bilmadim bu qanaqa ovqat. Tarjima qildim. Interstellar burger deb qo'yibdi. Menimcha qaysidir kinodan olingan bo'lsa kerak. Xullas, energetikamizni full qilib qo'yar ekan. Mana past ko'rish mumkin. Juda ham zo'r. Keyingisi eventimiz bo'ylab bunaqa uskunalar bo'lar ekan. Buni eventda tashqarisida ishlatib, bunaqa portal hosil qila olamiz. U portaldan esa bizga Megatron roboti tushadi. Buni ko'rishlarim mumkin. Decepticon, ya'ni o'sha Transformerlar filmidagi birinchi generatsiyadagi mana shu robot tushar ekan va bu robotni biz minib dushmanlarga hujum qila olamiz. Xullas, hozirgi titanlar rejimidagi titanga aylanish bo'lsa, bunda robotga aylanib bunaqa robotni minib dushmanlarga hujum qila olamiz. Mana ko'rinishi normalniy multik sifat qilib qo'ygan, albatta. Hozirgi zamonaviy kinodagi Megatron emas, eski birinchi chiqqan Megatron bo'lar ekan. Pastdagi transform tugmasini bosib, bunaqa tanka formasiga ham aylana olamiz. Tankasi ham yomon emas. Tankaga aylanganimizdan keyin bu transfer bo'lib qoladi va 3 ta sherigimiz oldimizga o'tira oladi. Ya'ni o'sha haqiqiy UAZga o'xshagan yoki Dachaga o'xshagan transfer bo'ladi va dushmanga ham bunaqa maxsus energiyali o'q uza olasiz. Mana yomon emas, zo'r ishlashgan. Transformerlar bilan hamkorlikda mana shunaqa ajoyib qobiliyatlar ham qo'shilar ekan. Keyingisi o'sha uskunani ishlatganimizda osmondan bizga Optimus Prime roboti ham tushib qolishi mumkin. Mana ko'rishlari mumkin. Ko'rinishi chiroyli, o'sha filmdagi Optimus qizil ko'klar bilan yasalgan trak mashinasiga aylana oladi. Buni ham robot qilib mina olamiz va transportga aylanib, sheriklarimizni unga o'sha o'tirg'izib keta olamiz. Mana robot ko'rinishi ham anchagina qiziq. Va Optimus bilan Megatron jang qila oladi. Video davomida uni ham ko'rib chiqamiz. Hozir mana pastdagi transform tugmasiga bosamiz va buni ham o'sha maxsus trakka aylantira olamiz. Maxsus ovoz chiqarganda trakka aylanadi. Trak ham mana 4 kishiga moslangan. 4 kishi o'tirib bemalol uzoqda yaqin qila olishadi. Trakda ko'rinishini zo'r qilishgan. Tezlikni bosganimizda o'sha maxsus tezlik effekti ham chiqib turar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Menga yoqdi, sizga yoqdimi, yoqmadimi? Kommentarda o'z fikringizni qoldiring. Keyingisi
Optimus Prime va Megatron jangi, ya'ni ikki xil robot bir-biriga yaqin qolganda mana shunaqa sekundomer ishlar ekan, maxsus maydon bunaqa qobiq bilan o'rilar ekan va buni ichida siz mana bir-biri bilan jang qildira olasiz. Sherigimiz bilanmi yoki dushman bilanmi farqi yo'q, prosta o'sha ikkita robotda bir-biri bilan jang qildiramiz va buni qilib menimcha qanaqadir достижение missiyasini bajara olamiz. Bu ham o'sha yangi rejimimizni noodatiy o'yinni yanada qiziq qilish uchun razrabochilardan yasalgan mana shunaqa ajoyib yangilik bo'lar ekan. Xullas, beta versiyamizdagi yangi rejimimizda boshqa yangiliklar kuzatilmadi, faqatgina shu yangi eventimiz va robotlar jangi bilan robotlar o'zi qo'shilgan. Xolos, bir haftadan so'ng beta versiyamiz yana yangilanadi va yangiliklar qo'shiladi. O'shanda yana batafsilroq videosini chiqaramiz. Endi esa 3.9 versiyamizda qo'shiladigan boshqa ba'zi ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi yangi lobbimiz, ya'ni mana shu hozir turgan personajimiz, arqa fonlarimiz bor. Shu joy o'zgarar ekan, mana bu pastga tushish joyini ko'rishdan mumkin. PUBG Mobile oldi. Hozir pastga tushamiz va o'sha yangi hub deb nomlangan lobbimizni ko'rib chiqamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hubga kirish animatsiyasi xuddi park rejimiga o'xshab ketadi. O'shanga o'xshash mana bu yerda bizga ma'lumotlar beryapti. Bu yerda do'stlar bilan o'ynasa bo'ladi, qanaqadir emotsiyalar qilsa bo'ladi. Mana bu yerda mana chap tomonda druzlar chaqirish bor, tepada matchni boshlash bor, o'ng tomonda keyslarga, ruletkalarga kirsa bo'ladi. O'sha ekranimizni o'zida emotsiyalar qilib, bunaqa maxsus kashlarda tushsa bo'ladi. Xullas, park veselya, lekin bu yerda o'sha ruletkalarga ham, sabitlarga ham kira olamiz. Xuddi fonoviy park veselya degan bo'laveradi, bunaqa maxsus o'yinlarga tushsa bo'ladi. Bunaqa maxsus sohilda bo'yida dam oladigan, do'stlar bilan birga futbol o'ynaydigan joylar ham bor. Menimcha ko'pchilik tushundi. Keyingisi bunaqa poyezdlar oldiga borsak, bizni rangsiz rejimlarda joyiga kirgizadi. Mana bu eshikka bossak, rangli rejimlarga kiramiz ekan. Mana bu yerga bossak, WoW kartaga o'tadi. Mana tepada WoW degan yozuv bor, mana WoW lobby. Mana bu joyga bossak, transport sotib oladigan joyga o'tadi. Ya'ni bu yerda garajimiz turibdi, o'sha garajda qanaqadir transport bilan boyitishimiz kerak. Xullas, lobbida o'rniga mana shunaqa ajoyib parkka o'xshagan hub deb nomlangan narsa qo'shishar ekan. Mana bu yerda emotsiya qilsa bo'ladi. Qisqa qilib aytganda park veselya, lekin prosta ekranimizda to'xtamasdan davom etar ekan xolos. Mana bu yerda esa uy rejimiga kira olamiz. Yomon emas, lekin menimcha otishma o'yin uchun bu narsa ortiqchalik qiladi. Prosta endi razrabochilar, o'yinchilar o'z vaqtini chog' o'tkazishlari uchun mana shunaqa yangiliklarni o'yinga qo'shyapti. Qalay hub lobbisi sizga yoqdimi, yoqmadimi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Keyingi yangiliklarimiz esa g'azna bo'limiga AVM skin uchun ham kelsanadigan joy va o'sha materialchalar beradigan joy qo'shilar ekan. Shuningdek, 3.9 versiyamizda 3 ta yangi dasturchilik missiyasi qo'shilar ekan. Ikkitasi o'sha Megatron va Optimus Prime da minib, menimcha bir-birini yutish kerak yoki o'sha tankiga aylanib trakda minishimiz kerak. Uchinchisi endi o'sha yangi rejimimizda qanaqadir yangi qobiliyatlarni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Xullas, 3.9 versiya yangiliklari hozircha shulardan iborat. Keyingi hafta yana yangiliklar chiqsa, albatta video qilamiz. O'tib o'rmanglar. Endi esa PUBG Mobile akkauntimda o'yinga yangi qo'shilgan Honor ruletkasini open case qilib, omadimni sinab ko'raman. Hozir ko'pchilik kirib treylerni ham boshqa narsasini ko'rib bo'ldi. Juda ham zo'r qo'shilgan. Hozircha 10,000 yusiga open case qilib ko'raman. Qani ko'ramiz. Yaxshi tushishda davom etsa yana tashlayman, tushmasa bo'ldi 10,000 yusiga omadimni sinab ko'raman xolos. Bo'lmasam 10 yusiga birinchi bittaligimiz. Davay. Prosta ochko, yaxshi, atak sovg'alari zo'r, M24 ham, ultimatelar ham normalniy qo'shilgan. Ochkolar, faqat ochko. Honor shunisi yomon, faqat ochko beradi xolos. Zo'rg'a mishiklarni beradi mana. Ochasiz, 6 yusi ochasiz, ketdi. 10 ta ochko. Prosta ochko beradi. Undan ko'ra birorta epitskiy narsa berib, uni ochkoga aylantirgani anchagina qiziqroq. Faqat ochko material populyarni tusharkan xolos, mana ko'rishlaringiz mumkin. 10,000 yusi hozirgi paytda deyarli hech qancha bo'lib qoldi. Bunday olib qarasak, oldinlari orzuida 10,000 yuz tashash yo'q, endi men uchun masalan. Lekin mana 10,000 yuz tashsangiz ham tezda tugab qoladi. 5 minutga bormasdan open case qilasiz. Sizdan faqatgina bunaqa legendariy narsalar xolos. Kamida menimcha shu 30-40 ming yuz tashab hamma narsani olsangiz bo'ladi xolos. Mana skоворodga tushdi. Davay PUBG 10,000 yusiga bir omadimni keltirib, normal narsa berchi. Granata, UMP endi ochilyapti, yomon emas. Mana PUBG menimcha mana dardlarimni eshityapti. Mana senga deb berishni boshlayapti. Davay PUBG bir marta bo'lsa ham 10,000 yusiga normal narsa olay.
Xo'sh, yo'q, faqat ochko. Legendarniy narsalar berdi xolos. Tak mifitskiy uvaz, boshqa skilllardan darak yo'q. Bir dona emotsiya berdi xolos. Davay endi, atak ultimate shlem tushib qolsa ham zo'r ish bo'lardi. Shlemsan shlem, birinchi, ikkinchi, uchinchi regularni ham yorib qo'ygan. Shlem emas, ko'proq bosh kiyimga o'xshadi. Ular ochkoga aylanar ekan, zo'r, bunisi kraska bo'lar ekan, chotki. 3 ta 10 talik ochishimizga 100 qoldi xolos. Atak biz hali bo'raveradigan normal narsa olmadik. Bitta propis qilamiz. Bitta propis bilan ochib ko'ramiz. Qani? Bittalik. Bitta 10 talik davay PUBG. Yo'q, hech balo bermadi. Taxmin qilamiz va oxirgi 10 taligimizni ochib ko'ramiz. Qani oxirgi 10 taligimizda bizga nima berar ekan? Yo'q, hech balo bermadi, ko'rishlar mumkin. Hop, sirli qutini ochishimizga ozgina qolibdi. Davay, yana 100 tashayman. Mana shu bitta garantgacha ochaman xolos. Masalan, bo'rilayotganini kutsam, menimcha 40 ming yusiga ham ultimate bermaydi, faqatgina ochkoga oldiradi xolos. Hop, bo'lmasam 10 ming yusiga yana tashadim. Kiramiz va omadimizni sinab ko'ramiz, davom etamiz. Davay, PUBG ber endi. Qiz bilan ultimate'ini bersa zo'r bo'lardi. Kostyumda emas, shlemda bersa undan ham zo'r bo'lardi. Yana UMP berdi. Qani nechta ochkoga aylanar ekan bu? 38 ta, yaxshi. Garantimiz ham to'ldi. Qani garantimizdan nima berar ekan? Shu qabazani berib bormadida, qabazani berganda hatsabi mana bu yerdan bir dona bo'lsa ham mifik olardik, aniq. Qabazani tushiraylik, muhimi qabaza bizga. Qabaza tushsa bo'ldi, chunki hozir bitta qabaza tushish shansi ko'proq. Atalab qabazani bermayapti PUBG ham mana. Propus bilan prosta havoga uchib ketyapti yusimiz. PUBG yaxshi emas, lekin qabaza kerak, qabaza. Keyin biz aniq mifik sovg'a olamiz. Hech balo bermayapti, bilmadim. Hayronman. O'zi Honor o'zi shunaqa past bo'ladi. Boshqalarda openkezini ko'rmadim. Qalay, kimi openkezi sizga yoqdi? Ultrada yaxshi bo'ldimi? Kommentarda yozib qoldiringlar. O'sha 20 ming USD mana ishlatib yubordim, 20 ming USD ga hech balo bermadi. Dasha qabazani bermayapti. Qabazani so'rasam ham qabazani tushirib bermayapti PUBG. Tak, yo'q, mana faqat ochko bo'ldi endi, mayli. Hamma ishida ishlatib yuboraman. Honorda hech balo bermas ekan. Tavsiya bermayman. Maslahatim, endi omadlaring bo'lsa, albatta tushib qolishi mumkin, lekin menga o'xshab otsalaring tushish shansi o'ta past. Mana eng omadsiz, deb turdim, eng omadsiz deb turdim, oxirida ultimate berib yubordi. Yo'q, normalniy ekan, ochish kerak bo'layotgani mana. Lekin 20 ming UC ga normalniy 20 ming bo'laveradi. Qaranglar, eng alam qiladigan joyi mana bu yerda hozir qabaza bersa eng alam qiladigan joyi. Yoki emot yoki qabaza bersa eng alam emas. Atak mana buni bersa vashshe zo'r bo'lardi. PUBG iltimos yoki M24 yoki buni. Atak ultimate bersa undan ham zo'r bo'ladi. 1 2 3. Yaxshi, rugzak yomon emas. Eng musor ham emas, eng zo'r ham emas, normalniy narsa berdi. 562 UC'imiz qoldi, ochkoyimiz 641 ekan. 900 ta ochkoga mana bu qiz bola ultimate olamiz ekan, qani qiz bola. Endi bizga qiz bola uncha muhim emas, to'g'risi. Ko'rinishi ham takoy emas, o'g'il bolani avvallik muhimi. M24 da olib qo'yaymi ekan, M24 da nima deysiz? M24 da olsam bunaqa ko'rinishga keladi va chiroyli bo'lib qoladi. Atak shlemga ham yetar ekan. Davay shlemni olamiz, chunki ultimate shlem baribir muhimroq M24 dan ko'ra, chunki menda o'sha M24 ga normalniy kuchaytiradigan narsa bor. Yana bitta ultimate tushursam, bunaqa poza bilan bunaqa pom berar ekan. Keyinchalik endi pulimiz ko'payib ketib qolsa, hali bu 31-avgustgacha turar ekan. Ungacha endi ko'raman, ochib ko'raman, iloji bo'lsa hammasini olib qo'yishga harakat qilaman, chunki mana bu yerda zo'r sovg'alar bor. Chotka openkez bo'ldi. Oxirida xursand qildi ko'rgan bo'lsalaring. Endi tushkunlikka tushib turdim. Oxirida mana PUBG da o'zi mana senga xursand bo'ldi, berib yubordi. Mana qo'lidan orujani olib qo'ysak, mana ekranimizga sig'mayapti даже ultimate. Ona bilan mana yerdan shlemni yoqib qo'yamiz. Mana shlemni yoqib qo'ysak, ko'rinishi ham mana uddar bo'ladi. Necha level qilib qo'yildi? 2 level menimcha anchagina mos tushadi. Ryukzagini ham toqib qo'yamiz, mana o'zining ryukzagida turadi. Xullas, menimcha normalniy openkez bo'ldi. Boshida sal-pal omad kelmadi, lekin oxirida tars qilib mana bu ultimate berib yuborgani meni xursand qildi.
ishlatgan YouTube'ga masalan men achinmayman, siz ham ko'rgan vaqtingizga achinmaysiz degan umiddaman. Xullas shu bilan bizni videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Sardorgan kanali